Mashhuri do'kondan 52 ming so'mga 5 ta daftar, 7 ta ruchka va 3 ta qalam sotib oldi. Qaytaraman. Mashhuri bozordan 52 ming so'mga 5 ta daftar, 7 ta ruchka va 3 ta qalam sotib oldi. Agar ruchkaning narxi daftarning narxidan 2000 so'm arzon, ammo qalamning narxidan 1000 so'm qimmat bo'lsa, daftarning narxini toping. Qaytaraman. 52 ming so'mga mashhuri 5 ta daftar, 7 ta ruchka, 3 ta qalam sotib oldi. Agar ruchkaning narxi daftarning narxidan 2000 so'm arzon, ammo qalamning narxidan 1000 so'm qimmat bo'lsa, daftarning narxini toping. Shogird ishlasang ham daftar ruchkani ol dars. Birinchi kelganga 2 ta 5. Kim bo'ldi? 5. Malades. 2 kim? 2 opke. Daftarni toping. Mayli. Ham. Malades shogirdim. Javob nech chiqdi? 5. Yo'q, x'ning 5 chiqish kerak emas, 3 chiqadi. Muhammad xato. 3 do'stman. Malades shogird daftar 5000. Yaxshi. Yana kimda? Qani Ramzon? Menda 3. 3. Ruchka qancha ekan? 3000 mi? Olib borib qo'ysak daftar qancha? 5000, ruchka 3000, qalam 2000. Malades.